Assalamu alaykum vatandaşlar. Şarkı Türkistan Müstakilliği programımızdaki 38. sanıga hoş geldiniz. Bugün biz Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Taşqi İşlar Ministeri Salih Hudayr efendimne Xitay Türkiye hemkarlığının Şarkı Türkistan'a elip keldigan akıbetleri degan temada bu söhbetimizge teklif kıldık. Söhbetimizge hoş geldiniz. Rahmet. Bu temamizni biz oldu bilen mundaq bir rivayet bilen temini başlashni niyat qildim. Bir yurt beshi hozirgi tilimizda lider yot hukmdor tarafidan o'z xalqi oldida harom go'sht yeyishga buyurildi. Amaliyotda bu go'sht ustilik bilan qo'y go'shtiga almashtirilgan bo'lib, bu yurt beshi bunimi biladi. Ammo bu go'shtni yemay darg'a esilib o'lish yo'lini tanlaydi. Liderning ulgulik roli bo'ldi. Xalqning haqiqiy lideri mushundaq bo'ladi. O'z xalqi uchun o'lishga rozi bo'ladiki, xato yo'lga boshlashga rozi bo'lmaydi. Xo'sh, endi ko'raylik. Biz yashayotgan bu dunyodami liderlar bor. Recep Tayyip Erdo'g'an Türk dunyosi va musulmon dunyosining lideridir. Ammo u butun kuchi bilan Xitoyni desteklash orqali butun Türk va musulmon dunyo liderlariga yomon o'rnak bo'ldi. Sharq Turkiston xalqining Xitoy davlati tomonidan irqiy qirg'inchilik qilinishiga yo'l ochib bermasdan, balki Xitoy bilan quyuq munosabat o'rnatib, bir-biridan sharmanda kelishimlarni tuzib kelyotdi. Bizning bir ulug'imiz ko'rganingdan ko'pdir ko'rmaganing, ko'rmaganni ko'rasan o'lmaganing degan edi. Xuddi shuningdek qarindoshlarimizning kelgan voyaga yetkazib qilingan cho'ng xiyonatni ko'z oldimizda ko'rib turibdik. Xo'sh, Salih Hudayr efendim, oldi bilan siz Xitoy Turk munosabatlari ustida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Xo'sh, hamda Xitoy bilan Turkiyaning munosabati nayt uzun desek bo'ladi. Shuning bilan hammasini tafsiliy degili bo'lmaydi bir programda, ya'ni buni necha soat so'zlab o'tsak bo'ladi. Asosan to'xtaldigan yerimiz shu Turkiyaningki Xitoy bilan hozirgi atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan munosabatiningki o'rnatishi bilan va bu Sharq Turkiston xalqi qanday oqibatlar akibga haqida so'zlaydi. Xitoy va Turkiya diplomatik munosabatini, ya'ni Xitoy atalmış Xalq Cumhuriyati bilan diplomatik munosabatni shu 1971-yilda boshladi. Ammo bu munosabat ta shu 96-yilga qadar quyuq bir munosabat bo'lmagandi. Normal diplomatiya munosabat bo'lib, u chaqqicha Anqaraninki siyosatidimi, Sharq Turkiston yoki Uyg'urlar qaratilgan siyosati nima taraf tanlamaslik desak bo'ldi yoki bir taraf turib olishi, bizni qo'llamaydigan, Xitoyni qo'llab ketmaydigan shu normal nima siyosat yurgizishdi. Ammo bu siyosat 96-yilda o'zgardi. Buning o'zgarishining sababi hammanglarga ma'lum, 91-yilda Sovet ittifoqi parchalandi va O'rta Osiyodagi Türkiye Cumhuriyetler mustaqillikka erişdi. Bu erişkendan keyin bizning Sharq Turkiston ishchidimi mustaqillik kurashi yana qaytadan bir ko'tarildi. Ishchidimi va sirtidimi. Bu ko'tarilgandan keyin Sharq Turkistonning ichida resmiy qurolliq inqiloblar elib berilmasmi, partizanlik inqiloblar erkeklari xili elinib berildi. Va Xitoyga qarshi xili qurolliq hujum hareketler elindi Sharq Turkistonning ichida. Sharq Turkistonning sirtidimi, masalan, O'rta Osiyoda va boshqa yerdami Sharq Turkistonning mustaqillik harakati qaytadan ko'tarilishga boshladi. Bu bo'libmi G'arbningki matbuotlarda, masalan, Angliyaning, Amerikaning matbuotlarida xili tashviq qilindi Sharq Turkiston mustaqillik uchun, Uyg'urlar mustaqillik uchun kurash qilyapti deb nurg'un 90-yillarda ta 92-yildan tortib 2000-yilningki boshlargacha bunda xabarlarni davomli uchirta olishlar. Shuning bilan Xitoy Jiang Zemin'ninki rahbarligida Xitoy Kompartiyasiningki Politbyuro'dan ijroiya heyeti, ya'ni 7 kishilik eng yuqori darajadagi Xitoy amaldorlari 3-oyning 19-sida Beijingda yig'ilib, Sharq Turkiston masalasini hal qilish uchun bir maxfiy
münazara edip 7. doklat yakın yani 96 yılınki 7. numaralık mahfi doklatını oturup koydu. Bu doklatның içinde bugünkü bu şu davamlaşıvatkan ırkı kırgınçılıknınki yol haritası desek buladı. Bunun içinde 8. buyruk, mahfi buyruqda bu Xitayning endish qilayotgani 5 dilam, birinchi nimasi moddasilam deydi ki Amerika ve G'arb kuchlari Sharq Turkiston atalmish Xitoyli deydi bu nima bo'lginchi kuchlarga yordam qilyotdi. Bular Xitoyni parchalash uchun urinyotdi. Bu biz için en büyük tehdit. Yani yalnız Şarkı Türkistan'ı kontrol qilish emas, Xitoy uchun en büyük tehdit. Buni hal qilishimiz kerak deb 10 moddalik maxfiy buyruqlar tushirdi. Bu 10 moddaliqning 8 moddasida Xitoyninki siyosiy ustunligini shiltib O'rta Osiyo davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya, ya'ni chet eldagi muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarningki eng g'ol köpleşken ve Şarkı Türkistan davası epirilayotgan davlatlarda Şarkı Türkistan davasını yok qilish uchun bu shular bilan diplomatik munosabatni ustunligimizni ishlatib, shularni besim qilib Şarkı Türkistan masalasining xalqarolashib kelishini oldini olishimiz kerak deydi buyruqda. Ve onun ichida bu buyruqda yana deydigini nurg'un shu chet eldagi atalmış bölgünçiler deydi. Xitoy bölgünçi deydi. Şu dokladashında yazılır. Yani mustaqilchi. Çünkü o vaqtda mustaqilchi emas bir teşkilat, yani köpünçisi yoktu. Köpünçisi hammamiz mustaqilchi edik bu vaqtda. Ig'zoki bo'lsa-mu. Şunun bilan köpünçiler bilan hammasi bilan munozara qilib, yani maxfiy jihatdan munozara qilib, köpünchisini yani bizning tarafimizga qoyil qilishimiz kerak deydi. Bizning tarafimiz degani bu yerda Xitoyning tarafiga ve azsallıklarını yetim kaldırıp bu Şarkı Türkistan meselesini ve ularga daim zarbe berip Şarkı Türkistan meselesini xalqarolab qilishini oldin olishimiz kerak degan buyruq bor. Xo'sh, hamda 96 yilninki 12 oyda Turkiya bilan Xitoyninki munosabati yaqinlashishniki, texmi yaqinlashishniki, hamkorlikniki boshlanishi shu vaqtda desak bo'ldi. 12 ayının 96 yılda Türkiye ve Xitoy resmi askeri hamkorlikni başladı. Bu birinchi başlanışda şu 150 milyon dolarlık bir ticari kelishim bo'ldi desak bo'ladi. Bu ticari kelishimda Xitoyninki WS1 yani missile, yani missile Uyg'urcha missile nima deydiganligimizni tushunmayman. Ama şu missilni Turkiyaga, şu teknolojini Turkiyaga yasashni, Turkiyaga o'rgatish ve Turkiyada şu missilni yasab chiqishning kelishimini qiladi. Keyin bu maxfiy kelishim bo'lib bo'lmaylam Sharq Turkistonda g'olji qirg'inchilik yuz beradi. G'olji qirg'inchilik yuz bergandan keyin bir ashkapti qilmaylam O'rta Osiyodagi 3 cho'ng tashkilot. Biri şu Yusufbek Muxlis'ninki Şarkı Türkistan Milli İnqilobi Teşkilatı ve yana bir iki teşkilat. Bu g'olji qirg'inchilikqa nima qilib bizninki qurolliq inqilob qilmay boshqa choramiz yo'q deb buni jakarlaydi. Buni zaten 96 yılda 6 ayda jakarlab bo'lgandi bir qatam. 6 ayninki 96 yılda Yusufbek Muxlis Amerikaga ziyorat qilgandan keyin qaytib qurolliq inqilob qilamiz deb jakarlaganti ve şu vaqtki media oldimi G'arb medialarda Uyg'urlar qurolliq inqilob Xitoyga qarshi qurolliq inqilob epirotdi deb ashunda tashviqotlarni boshlaganti. Bundan keyin bu bayon bular jakarlagandan keyin bir necha kun qolmay turib Türkiye'ninki nimisi Anjukur baş minister Mudofaa ministri emas, ama Mudofaa ministrining tegidiki umumiy askarlarninki chief of staff deydi. Askarlar Anjukur qo'mondoni Beijingga boradi. Beijingga berib Jiang Zemin bilan kurashadi. Xitoyninki Mudofaa ministrligi bilan kurashadi ve bular
birlikte hamkorlik qilish nimesini va'da qiladi. Va Xitoyning zaman bütünlüğünü bugün daim dep kelayotgan şu vaqtdan tatib dep kelyapti. Zaman bütünlüğünü, egilik hukukini, ichki ishlar aralashmaydiganligini va shu bölgünchilikka, aqchi ko'kchiga qarshi turganligini aşağıda ifodalaydi. Va bundan keyin O'rta Osiyodagi da'voga nima bo'lganligini hammamizga ma'lum. Shappillam bir to'lqin qo'zg'anib Turkiyadagilar O'rta Osiyoga kelishga boshladi, Turkiyadagi tashkilotlar. Va ular qurolli inqilobni biz boshlaymiz, biz yetaklaymiz deb O'rta Osiyodagi bo'lgan shuning hammamizning xabarimiz bor. Bir tarafdan dag'duqlik bilan voy nima qurolli inqilob qildi ekanmiz deb xalqimiz bir tarafdan xo'sh, yana bir tarafdan buningga yetakchilik, rahbarlik qilayotganlar shu Turkiya ostidagi Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari bo'lganligi uchun va shu vaqtdami ishga aralashganlar, shu yerda inqilob qilamiz deb tog'larda necha oy yetib yurganlar biladiki, bularga atalmış ta'lim tarbiya berayotganlar yana shu turklar edi. Şunun bilan bir tarafdan islomchilik o'yinini chiqadi, yana bir tarafdan bundan nima qilib, mustaqillik harakatimizni, rasmiy qurolli harakatning qilinishini Xitoy oldin elayotgan ish bo'ldi. Va 98-yilda bu ish tamoman vayron bo'ldi. O'rta Osiyodagi ishlar vayron bo'ldi. O'rta Osiyoda da'vo degan bir narsa qila oladigan, bir Sharq Turkiston da'vosini qila oladigan holat yo'qolib ketdi. Shu uyallining tufaylidan. Xitoy va boshqa Turkninki va boshqa Xitoy bilan hamkorlashayotganlarninki o'yiniga uyallar tufaylidan. Va bu O'rta Osiyodagi inqilob tugagandan keyin Turkiyada yana biz mustaqillik uchun kurash qilamiz deganlar bo'lganlik uchun shu vaqtda Turkiyaningki shu vaqtdagi bosh ministri Mesut Yilmaz 12-oy 98-yili ichki ijoddan maxfiy buyruq tushirdi. O'zininki Turkninki siyosiy partiyalarga, hukumat organlariga bundan keyin Sharq Turkiston demaysan, Sharq Turkiston bayroqi boyaga bormaysan. Xitoyning zamin bütünlüğünü hurmat qilishing kerak, aqchi ko'kchi malning faoliyatlarini Sharq Turkistonchilarning faoliyatlarini qisirlashtirishing kerak, ya'ni to'xtatishing kerak deb maxfiy jihatdan buyruq tushirdi. Bu bo'lgandan keyin 2000-yili 4-oyda Jiang Zemin Xitoyning shu vaqtdagi raisi Jiang Zemin Turkiyaga bordi. Turkiyaga berib, bular nurg'un maxfiy kelishimlarni qiladi va maxfiy kelishimni qilgandan keyin shu vaqtda shu Süleyman Demirel'mikin shu vaqtdagi raisi. Süleyman Demirel'ning ostidagi shu vaqtdagi sobiq bosh ministri MHP'ninki bugungi raisi Davlat Bag'chili. Shuningki ruxsati bilan o'zini turk millatchisi deganning ruxsati bilan Xitoyga Xitoyninki raisi Jiang Zeminga Turkiyaning eng ilqi oliy davlat medalini taqaydi bo'yniga. Davlat ordeni. Taqab bular bu kelishimda shu bir-birisininki zamin bütünlüğünü hurmat qilish, ichki ishlarga aralashmaslik va atalmış terrorizm, bölgünchilik va zo'ravonlikga qarshi turish kelishimlarini qiladi. Buni qilib bo'lgandan keyin shu vaqtimi yana 2001-yilda 4-oyda yana Xitoyninki bosh ministri Zhu Rongji Turkiyaga ziyorat qiladi. Turkiyaga ziyorat qilgandan keyin yana bir 4 ayrim kelishimlarni qiladi. Yana shu o'xshash burun da'vat qilganini ta'kidlaydi. Undan keyin Davlat Bag'chili shu vaqtdagi sobiq ma'mur bosh ministri Qashqarga 5-oy 2002-yilda Qashqar oldirib qopdimi. Undan keyin bu kelishimni qilib bo'lgandan keyin 2004-yil 2001-yilda 6-oy 2001-yilda Turkiyaningki mudofaa ministri Xitoyga boradi. Xitoyga berib shu texmo askariy o'zaro askariy hamkorlikni texmo kengaytirishga chaqiriq qiladi.
Va shu o'xshash shu jarayonda atalmış O'zbekiston Islom partiyasi deganlar o'zining tashkilotining ismini Turkiston Islom partiyasiga almashtirdi va buning bir necha hafta qolmaylam Xitoy Shanxay hamkorligini rasmiy qurib chiqdi. Shu 6-oyning 15-i 2001-yilda. Keyin 2002-yil 5-oyda bu davlat bog'chili Qashqarga va Urumchiga ziyorat qildi. Va o kadar dağdığılık qildi ki mana biz igi chiqyapmiz, anda qilyapmiz, banda qilyapmiz deb xuddi bugungi eng yaqinqi ziyoratidek. Va bundan keyin bo'lgan narsani desak, shu vaqtda bu ziyorat oyoqlashgandan keyin Xitoyniki maxfiy bir hujjatida, davlatning bir maxfiy hujjatida buni BDT'ninki 2003-yildagi Sharq Turkiston Uyg'ur mustaqillik harakatiga aloqador qilgan bir nimasi bor, doklati bor. Shuningda tilga olindi. Bundan keyin Xitoyniki maxfiy hujjati nima deydi? 2 yil ichida Sharq Turkiston masalasini tamoman hal qilib bo'lamiz deydi. Ya'ni 2002-yili bu. 2004-yilda zaten 2004-yildan keyin bu Sharq Turkiston Milliy Majlisi, ya'ni mustaqillik uchun kurash qilayotgan Milliy Majlis asosan 2 parchalandi. Ko'p qismi shu avtonomiyachi bo'lib kishilik huquq Xitoy ostida kishilik huquq va avtonomiya talab qiladigan bo'lib chiqdi. Azroq qismi surgun hukumat bo'lib chiqdi. Ammo 2005-yildan keyin bu Sharq Turkiston da'vosi ta 2018gacha yo'qolib ketdi desak bo'ladi. To'g'ri shu, chunki u chaqqicha bu arada mustaqillik uchun kurash qilaman deydigan yoki Sharq Turkiston deyishdimmi qichinayotganlar yomon to'laliqni hammanglar bilasizlar. Bu shunda yuz keldi. Keyin 2008-yili, yana 4-oyda. Nima uchun 4-oyda bo'layotdi va hammasi qarasanglar bu yerda hech bir tasodiflik degan bir ish yo'q. Hech narsada tasodifiy bo'lib qoladigan hech narsa yo'q hayotda, dunyoda. Hammasi bo'layotgan. Hammasi 4-oyda bo'layotdi. Hammasi yana shu 4-oyning 5lar atrofida bo'layotdi. Ya'ni 90-yildagi Barin inqilobininki jarayonida bo'layotgan ishlar, shuningki atrofida bo'layotgan ishlar. Xitoy qasddan nima qilyapti-da bizga iziman seni deb signal berishi. Shu vaqtda Turkiyaninki va Xitoyninki mudofaa ministrligi yana bir kelishim qiladi. Bu qatam shu havo savunma deydi, havoda mudofaa qilish va yer sharida, ya'ni space'da uzayda deydi turkchada hamkorlik qilish uchun kelishim qiladi. Va shu vaqtga Xitoyninki mudofaa ministri Liang Guangli Turkiyaga Xitoyning zamin butunligini qo'g'diganlik uchun rahmat aytdi. Bu nima demak? Buningdan hammamiz tushunamiz nima demak. Ya'ni Turkiya bizni Uyg'urlarni setib, Sharq Turkiston masalasininki xalqaralashishini oldini olganlik uchun, xizmatlaring uchun rahmat deydi Xitoy. Keyin 6-oyninki 2009-yilda Abdullah Gül Sharq Turkistonni ziyorat qildi. Ziyorat qilib bir hafta bo'lmaylam Urumchi qirg'inchiligi yuz beradi. Va bu yerda Urumchi qirg'inchiligininki o'zligidan tasodifiy bo'lib qilishmi ish emas. Bu oldidan planlangan ish qarindoshlar. Sen o videoni shu Xitoylar o'zi chiqarib YouTube'ga o'zining yolg'on nima taqib Uyg'urlik Xitoylik bosqinchilik qildi deb anda yolg'on nima taqib Xitoy istixbarotininki o'zi planlab o'tirib qilgan narsa. Bir bastudi, andan keyin bastug'andan keyin Erdo'g'an nima dedi shu vaqtdagi bosh ministr qo'pab bu irqiy qirg'inchilik o'xshash qilyapsizlar deb Xitoyni ayblagan bo'ldi. Va butun hammamizni xo'sh qilib ketdi. Butun dunyoni Erdo'g'an igi chiqyapti deb. Ondan keyin 2 oy qolmay turiblam 5-oy 9-oyda 2009-yili Turkiya bilan Xitoyninki tijorat ministrligi
bir neçe kelişim imzalaydı ve Ankara yana Xitayninki zaman bütünlüğüge, egilik hukukuga, atalmış içki işleriga aralashmaydiganligini ve bölgünçülükке, terrorizmga atalmış nimelerge qarshi turadiganligini yana ta'kidlaydi. Bir yıldan keyin 9-njy ayning 2010 yılda Xitoy bilan Türkiye hamkorligini, burunqi normal diplomasiya hamkorligini strategiyalik bir derece qurbi cho'ng bir darajada yuqori ko'tardi, strategiyalik hamkorlikqa ve 10 moddalik kelishim imzo qildi. Bunun içinde ticaret var, turizm var. Ama bizge alakadar yeri istihbarat hamkorligi, bexatarlik hamkorligi. Ve muşunda ketdi. Keyin 2012 yılı 2 ayda Xi Jinping Türkiye'ye ziyaret kıldı. Ve nima sebepten ziyaret kıldı? Suriye meselesini kürüş için. Xitayning Suriye bilen nima alakası var? Çoğun bir alakası yok. Şunu kürüşeş için Erdoğan bilen kürüştü. Keyin 4-nji ay, yani şu 4-nji ayning 2012 yılı Erdoğan Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldı ve Xitay'ı ziyaret kıldı. Ve bununki ekip çıkan akıbetini hemmemizninki az dolu haberimiz var. Bu yandan keyin, yani şu Erdoğan Beijing'e haberlik karar kalarsızlar. Google'dan izlesenler nima için Erdoğan Beijing'e bardı? Suriye meselesini sözleş için. Ondan keyin şapıla kontrollü halette 20-30 Uygur'unki o yada bir şehirden bir şehir Medilenmavat kavalatda Allah'ınki izni bilen tüh dep koyganiga Xitayninki nimesinden ütep ketip 20-30 Uygur Tayland, Malayziyalıga, Şarkı Arap Asiyalıga keçip çıkan oyunu oturulup koyuldu. İstihbarat oyunu. Ve Türkiye kutkazgıç bulap şu yerdeki bazı münafık özüne Şarkı Türkistan üçün hizmet kılıvatman degen münafık teşkilat, münafık davagarlarınınki kolu bilen Uygurlarını Türkiye'ye ötkep, ondan keyin Suriye'ye givatdi. Suriye'ye givatkendan keyin bu astasda şu bir kısmını nimige berip tahrir alşam bu degenlerge Amerika'nı andaqlımız dünyada İslam'ını andaqlımız degenler bilen birleştirip yani bir kısmını ISIS'lik setip Xitayga propaganda yaratып berdi. Xitayga bana yaratып berdi. Yani bugünkü irqiy qirg'inchilikqa qilish uchun bir bana kerak. Şunun bilan 2014'te Xitay Xi Jinping Şarkı Türkistan'ı ziyaret qilgandan keyin Xitay istihbarat için neçe partlaşlanıp berdi. Partlaşlanıp bergandan keyin şapıllam Suriye ve Afganistan'daki atalmış Türkistan mücahitleri video çıkarıp mana biz kıldık dep şu okmoqşaşılıqı sandık diye yasalgan bombani okmoqşaşını video kılıp mana biz kıldık bizning hareketimiz mavi dep Xitayga usul oynap berdi. Bu usul oynap bergendeki Xitay 2014 yılda zaten o partlaştın burunlan Qashqadagi vaqtida Xi Jinping nimdi Uyg'urlarga rahim qilmaslik kerak, o'ltirdiganni o'ltirish kerak, yuqtidiganni yuqtish kerak. Qat'iy rahim qilmaslik kerak deb buyruq qilib, bu roshashында bir ish bordek, Xitoy istihboroti kuch partlaşını bergandan keyin Xitoy mana biz bölgünchilik nim qilyapmiz, Suriyadagilar nim qilyapti, Afg'onistondagilar nim qilib bizga terrorlik hareketi, İslam devleti kurulmakçı niyeti babılınki biz terrorizm karşı uğraşımız dep atalmış halk uğraşını nim qilib resmi irqiy qirg'inchilikni şu vaqtda başladı. Ve bununla Türkiye en çoğun suikastını, en çoğun rol oynayan Xitaydan başka Türkiye oldu. Ve Türkiye'deki bazı münafık teşkilatlar oldu. Ve hemen onun haberi var ki bununla karşı tuğan
merhum Abdülhakim Mahsumxon qarshi turgandi. Bununla qarshi turib, xalqimizni bununla aldanmanglar, Suriyada ishing yo'q, bu bir uyan. Banda qilib ketib bordi deb turklikni shikoyat qilsa, garchi turklar o'ynayotdi, ammo uni biladi u odam. Ammo yana ichki holatda turklik shikoyat qilib, sizlar ma'lum yo'l qo'yyapsizlar deganlik uchun u odamni turklar bilan Xitoylar birlashib suiqasd qilib shahid qildi. Tasodif bilan 54 yoshida Bishkekdillam o'lib ketadigan ish yo'q. Va o'lgan kunini qaysi kuni desanglar, 12 ayning 22 kuni. Yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti ag'dirilib o'tgan kunda bu odamni shahid qildirdi. Va uning o'rniga shu turklarniki Xitoyning gapini anglaydigan odamlarni o'tirib qo'ydi. Uni teshkirib nim qilmaylam, shapillam, shu asıllam kumib etdi. Tugdi. Andan keyin Xitoy doim propaganda qilayotgani, masalan, ayollarimizni qar abaylik kiygizib, namoyish qildirib nima qiladi? Mana demadimmi bu g'arbdagi bu islomchilar, bular islom davlat qurg'izmida o'tdi, mana Suriyadagilar o'xshash, Turkiyadagilar o'xshash deb ash propagandaga usul o'ynab turdi. Ya'ni birlikda bulayotgan ish bu. Va ondan keyin yana shu Turkiya bu u yanni o'ynaydi, Xitoy bilan hamkorlikni texmi quyuqlashtirdi. 2017'de yana Türkiye'ninki sobiq tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu ziyorat qilgan chaqda shu yerda mangli videosini ko'rdi. Yana shu o'xshash 96-yilda deb kelayotgan narsani yana takrorlaydi. Xitoyning o'zini butunligini hurmat qilamiz, eglik huquqini hurmat qilamiz, Xitoyga qarshi hech qanday bir faoliyatniki Turkiyada epirilishiga ruxsat qilmaymiz deb bu va'dani berdi. Va asosan rasmiy Xitoyga qarshi faaliyetinin epirilişini asasen kısırlaştırıştı Türkiye'de. Haqiqiy dava etpegen bir nimi yok Türkiye'de hazır. Ve bazı yaqında berip kelganimiz shu o'xshash ish. Bugungi bu programmamiz asli vaqtimiz var, lekin bu yerda bu Turkiya Xitoy munosabatini deyish orqali nurg'un narsalarni aydin qilish to'g'ri keldi. Chunki bizningki xalq orasida bu ochiq emas. Bugun Solih Xudoyor afandim aniq qilib, tushunishli qilib buni so'zlab berdi. Bu bir darslik bo'lsin uchun. Biz o'zimizning qarindishini tushunishimiz uchun bir cho'ng bir ahamiyati bor. Shunga bu vaqtni bugun kengroq qo'ydik. Hamda bu qatim Hakan Fidanninki Xitoy ziyarati nimichi vajidan Xitoy Sharqiy Turkistonga qilingan eng chong xiyonat deb qaraymiz buni. Buningki Xitoy qilgan ziyarati. Chunki hozirgi zamonda bu hozir biz irqiy qirg'inchilik uchrayotgan zamonimiz. Ya'ni yo'qolib ketish girdobida turayotgan vaqtimiz. Burunqidek vaqtlarga o'xshamaydi. Chunki bunun berib kelish nimasini qarasak, bu berib kelishining 5 hafta burun Türkiye parlamenti bu Şarkı Türkistan'daki bulayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish va bunga norozilik bildirish loyihasini ba'zi o'qituvchi partiyalar qo'ygan vaqtida Turkiyaninki shu Ak partiya hokimiyati bilan o'zini millatchi Turklarninki qo'g'dichisi biz degan millatchi hareket partiyasiningki birlashish bilan buni yo'q qiladi. Ya'ni bu red qiladi bu Xitoyning irqiy qirg'inchilik e'tirof qilishini. Va uningdan bijaptiqdan keyin Xitoyninki eng yuqori darajalik istixborot va bexatarlik rahbari Chen Wenqing Sharq Turkistonga ziyorat qildi. Sharq Turkistonda 3 yer ziyorat qildi. Biri Urumchi ziyorat qilmay boshqa amal yo'q. Ikkinchisi Qashqa va G'ulja. Ya'ni bu Qashqa va G'ulja ziyorat qilishi, masalan, nima uchun Xotanni ziyorat qildi, nima uchun Aqsuni ziyorat qildi desak, chunki bu Sharq Turkiston Cumhuriyetlarininki birinchi va ikkinchi Cumhuriyetninki poytaxtlari bo'lgan shahar. Shu yerda nima deydi? Ya'ni shu bölgünçilikka atalmış zo'ravonlikqa Xitoyning parchalanib ketishini ilish uchun yana bu epirayotgan atalmış terrorizm qarshi, ya'ni irqiy qirg'inchilik siyosatini texmo normallashtirib davom qilishini buyruq qildi. Bundan keyin bir hafta qolmaylam Hakan Fidanninki Xitoyga berishi va Xitoyda baga vaqtida shu oldi bilan birinchi yo'lab kurashgan adimi
Yani şu Chen Wenqin bilen bolğany bizninki aldymyzda eger bir suiqasd barlygynın ipadesi. Ondan keyin yana digen ifadelerdi. Yani şu Xitayning zimim bütünligini nima qilamiz, qo'g'daymiz, ammo bu yerda uni o'tib ketaylik. Eng muhim yeri Xitoyga qarshi har qandaq terrorchi faoliyatlarga qarshi turamiz. Yani bizninki Xitoyga qarshi qurolliq harakat ettirishimizni etirish ehtimoli bo'lsa, buning qarshi turamiz deyapti. Bununki bu ciddiylik bilan bulayotgan sebebi çoğun vaziyatdan qarasak, aziz qarindoshlar, aldığımızda çoğun bir urush bor. Şununla Xitoy ensirab ketyapti. Yana bu Turkiya manga nima qilmay, yana şu Amerika G'arbninki usuliga o'ynab, bizga qarshi turamikin degan endish bilan Xitoyga nurg'un va'dalarni qildi va Xitoy Turkiyaninki Daily Sabah'niki 2 gün aldı çıkargan makalesini okusanglar biz Türk strategiyachisiniki. Bu Hakan Fidan'ın bir yer berişi Xitoyninki endişini, sen endish qilma, rahatlantirish uchun, Xitoyni rahatlantish uchun va Turkiyaninki Xitoy bilan şu atalmış terrorizmga, bölgünchilikka qarshi turganligini %100 emin qildirish uchun badi deb yozildi. Yani bir yerde bizning mustaqillik hareketimizni tusash meselesi bor. Ve bunu qiladi. Zaten qilib kelyapti. Hozir texim o'ynaydigini va o'ynayotgani shu mustaqillik hareketimizni yo'q qilish uchun qanday qilish kerak? O'zi yetaklash kerak. Xuddi 90-yillarda qilgandek Leninning bir gapi bor. Agar qarshi tarafni kontrol qilmoqchi bo'lsang, o'zing yetaklashing kerak deydi. Ve bunu ne çıkıtım icraat kıldı. Ve halkımızda siyasi sezgürlük bolmaganlık için, istihbarat enge bolmaganlık için biz bu uyarlar aldınıp gidip kurban özümüzni, halkımızni, kelgüsümüzni kurban kılıvettik ne çıkıtım. Ve bu şunda akıbetler etkiledi. Şunun için atögün yana Türkiye'den oy biz mustakilçi Akçaköy'de diyeler çıksa dalmışı uyanış için. Zaten çıkıvatıdı. Mesela bir atalmış davagar neçe yıl yo'qolib ketib, şapıllam bu yığın bu Hakan Fidan'ın berişidin bir neçe killam yana qaytadan Türkiye'den çıkıp nim qilishi ve agar Amerika rezil bir yazmasını, hain bir yazması var bununki, munafiqana bir yazması var Facebook'ta, hammalar bilasizlar. İsmini tilga ilişkime layık emas bu kişininki. Tek o'zini mustaqilchi deydi. Nima deydi? Agar Xitoy, Amerika va G'arbninki Uyg'urlarni shiltib, Xitoyni parchalashidan ensirsa, Turkiyaninki Uyg'urlar va Xitoy orasida o'tiruvchi rol o'ynashini qabul qilish kerak. Shundan bilalaysanki, bu uyanninki qanday o'yin o'ynaydiganligini, qanday uyallar o'tirib qo'yildiganligini. Rahmet. Bu qatam hukumatimiz Hakan Fidan'ninki Xitoy ziyaratiga ang oldi bilan e'tiroz bildirdik ve namoyishga chiqdik hamda boshqa tashkilotlarni ham hamkorlikka chaqirdik. Sizningcha bizning siyosiy sezgirligimiz ortib ketdimi yoki dal joyida? Bizning siyosiy sezgirligimiz ortib ketgan yeri yo'q. Ang oddiy aqlli qiladigan ishimiz shu. Yani bizni aniq setadiganligi necha qatim ta'kidlanib bo'ldi. Hatta o ziyaret berişten burun özününki Tashqi ishlar ministrininki chiqargan nimalar qarasanglar biz şu aldı bilen boshqa narsa emas tijoratni nima qilish qildik, ammo biz yana ta'kidlaymizki altını chizarak deydi. Tegiga sizni qo'yib Xitoyning zimin bütünligini nima qilamiz. Bu nima demak? Yani seni sataman, men Uyg'urlarni Sharq Turkistonni setish uchun boraman deganning ifodasi shu. Yani Bishapning oldida parlamentida irqiy qirg'inchilik e'tirof qilishni red qilgan Turkiya bizni beshimizni silash uchun yoki bizga yaxshilik qilish uchun bormaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz chaqiriq qildik. Buningga bu suiqasdga qarshi turishimiz kerak. Bu suiqasdda nima uchun bo'layotdi? Nima uchun bunda bo'layotdi? Chunki biz yo'l qo'yyapmiz. Yani biz yo'l qo'yyapmiz deganimiz bir xalqimizning lamzalligidan,
Şu beşimizde Xitay yoki boshqalarning tarafidan tikilinib qo'ygan atalmış rais rahbarligininki şu xoinlarcha qilgan ish harakatlarga yana beşimizning linch deb voy hocam, voy reisim, voy nimam deb berganligimiz uchun bulayotdi. Aziz qarindoshlar. O'zimizning da'vosimizga ega chiqmayotganligimizdan bulayotdi. Agar biz yo'q deyalgan bo'lsak, bunda suiqasdlarga, bunda xoinliklarga biz yo'l qo'ymaymiz deb ko'chalarga to'kilgan bo'lsak, unda atalmış reislarni, rahbarlarni qarshi raddiya bergan bo'lsak vaqtida, ularni majburiy xalqning degan yeriga kelishdan boshqa chora qolmaydi. Va turklarmi, mayli turklar bo'lsin, mayli amerikaliklar bo'lsin, mayli yevropaliklar bo'lsin, mayli har qanday bir tashqi kuch bo'lsin, agar bizning beşimizlik munofiq bo'lmagan bo'lsa va xalq nima xalqimiz mas'uliyatchan bo'lgan bo'lsa, ular bizningki, ya'ni xalqimizningki arzusini, istaklarini hurmat qilmay boshqa chora yo'q. Chunki boshqa ular bilan ishbirlik topa oladigan boshqa odam topolmagandan-ki shu biz nima desak shuni qilishga majbur bo'ladi. Ammo biz buni qilolmadik. Şu bizni mustaqilchi deganlarmi beshini tashbaqadek beshini tiqilib o'tadi. O'zini rahbar nima deganlar? Bu millatning anasi, dadisi, men deb yurganlar Turkiyaninki yüksek çıkarları için daim dua ediyoruz. Şarkı Türkistan'ın yüksek çıkarları nerede? Şarkı Türkistan'ın milli menfaati qayerda? Türkiye'nin yüksek çıkarları şu. 50 milyar dolarlık ticaret için 45 milyon Şarkı Türkistanlıklarınki kırılıp ketişke köz yumuş. Ve şunu kollaş. Oldu. Yani bir balalarca bir uyan oldu. Müşkatım kök klasik vakası deb bir uyan. Bunun ustida kichikgina to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bunu diplomatiyada mesela aziz qarindoshlar, cho'ng shunda ziyoratlarda protokol deydigan bir narsa bor. Aldı bilan bu ikki taraf kelishib oladi. Kimninki qanday kiyinadi, nerede turdi, hammani aldı bilan bu ikki davlat kelishib nima qiladi. Shuningda mesela bu Hakan Fidanmi ko'k lastik taqidi, kurash Hakan Fidan Chen Wenqing bilan, ya'ni Jallat Xitoyning eng yuqori darajalik istixborot va bexatarlik nimasi bilan kurashib, Sharq Turkistonga qarshi bexatarlik, ya'ni terrorizm qarshi hamkorlik qilamiz degan kelishimni qilgan vaqtda Chen Wenqingmi ko'k lastik taqaqliq, Sharq Turkistondagi Xitoyninki Jallat mustamliki eng yuqori darajalik xodim Ma Rongshunmi ko'k lastik taqaqliq. Agar bir ko'k lastik taqaqanlik Sharq Turkistonga istoshlik ko'rsatgan bo'lsam-da bo'lsa, bu Chen Wenqingmi istoshlik ko'rgan bo'lib qolmamdi, Ma Xinruomi istoshlik ko'rsatgan bo'lib qolmamdi. Xi Jinping Yani Xi Jinpingmi borgan chaqda chiqib ketdim taqagan. Bu balalar için nima? Xalqimizni shu aldash uchun, bular shu turklar o'zining xalqini aldash uchun, xiyonat qilgan setishni yepish uchun va bizningki nadan xalqimizni aldash uchun ashunda ustulik bilan o'ynagan o'yin aziz qarindoshlar. Rahmat. Hatta Hakan Fidan Qashqarda kichik bolalar bilan, o'smirlar bilan, Uyg'ur bolalar bilan paranglashgan bir videosini chiqaribdi. Bu bir sharmandachilik. Sen o'ng qo'lingda setayotgan bu xalqni so'l qo'lingda tasalli beryapsan-da. Bunchalik ishni agar xalqimiz bilmasa, hozir ko'pdir o'rganishga to'g'ri keldi. Ataganda bir Salih Xudoyor so'zildi, nurg'un siyosiy bilimlar buning ichida. Hamda siz hatto turkchadami video chiqarib, turk xalqiga murojaat qildingiz. Jasoratingizga barakalloh. Nima sabab turkcha video chiqarishni o'ylab qoldingiz va turkcha narigan keldingiz? Sababi aniq, chunki bu yerda bizdan boshqasi buningga raddiya bergani yo'q. Raddiya bermamiz shu voy hocam deb bergandan keyin buncha turklar sosyal medyada bizga haqorat qilib, Turkiya unda ish qilmadi, Turkiya anda ish qilmadi deb yolg'on so'zlab, bo'lmasa amaliyot bor, videosim bor, videosini ko'rib turib, CIA'ning nimasi deb bizni kuchli haqorat qilish urindi. Xuddi CIA bizga bir narsa qilmasa, biz xalqimizningki qirilib ketishga rozi bo'lganimizdek. Ya'ni biz adam emaski, bu bizni adamchilikmi ko'rmayotdi bu munofiqlar.
başkası kelip sen manınga halkın kırılıp gitişige, setilişige karşı çık demese biz şu taşbakadaki işimizni qilib, birisi kelip mani qıl demese qılmaydigan halat çömekçi-de. Yani bizni qıldım mı beterini köz çıktırışyaptı. Şunun için men bu türkçede videonu yasadım. Ben dedim, eğer rolumuz almaşkan bolsa, eğer Türkiye başka bir çetel kişinin tarafından işgal astıda bolgan bolsa, Türkiye halkı, yani Türkler, Türkiye'deki Türkler, Şarkı Türkistan'daki Türkiye halkları okşaş, ırkı kırgınçılık uçuravatkan bolsa ve biz Taşkı İşler Ministerimizni vatip, sıllık opmokşaş kıygaşını biz kıysak sıllık kanda, bunun kanda cevap verdinla, kanda karşılık verdinla, nimi deytinla diyen üslup dinim kıldım. Hem de Türkçe'ne ügünüşünün kimdimizde şu ben ne çıkarttım dedim burunmu. Şu ben şu Türk'nünki filmlerini küreş arkalık ügünüp kaldım. Zaten Türkçem o kadar mükemmel emas. Obdan düşünüme ama ben söz işim yana yaxşı emas. Ya bu biz namoyish chiqqanda siz Türkçe biz shvart oldu. Ondan keyin Türk'ninki konsul adam bilan Türkçe so'zlashdingiz. Men shuni hayron qoldim. Asl sizniki oldin qatim deganda sizning tafakkuringiz inglizcha. Uyg'urchani shuni o'rib ketqilsiz. Mana hozir Türkçeni so'zlayapsiz. Siyosiy maqsad uchun, vatan uchun insonlar mushunda tirishadi. Mushunda natijaga erishadi. Men sizniki mushu Türkçeni anglab men hayron qoldim. Men bütün Uyg'urchada tarbiya olgan bir odam, men bu Türkçeni so'zlaymayman. Ammo sizning jasoratingizga barakalloh. Hamda bu qitimliq mushu ziyoratniki, Xaqon Fidanninki. Uyg'urlarga aytilgan oqibatlarni bir tafsiliy so'zlab berasiz. Ha, hoş. Bunu bayam degendik. Türkiye bu Xitay 96 yılını tatip Xitay'nınki en çok endişi Şarkı Türkistan'ın müstakil bulap kılışı. Ve bununla Xitay'a karşı bu müstakillik hareketini şu çetel güçleri tarafından yardım kılınmasak amalga aşmaydiganligini Xitay obdan bilegilek. Ve bu işi kılalaydıgını mı şu Amerika hikayellikini, Amerika ve Garip devlet hikayellikini şu 96. yıldaki 7. numaralı dokladda yazgandık şu endişe var. Şunun bilen bu uyanını oynap kelyaptı Türkiye bilen Xitay. Hamda bununki oynaydığın oyunu şu vaqt kazandırıp biriş Xitayga. Ama müstakillik davasını şu kontrol kılabilir. Çünkü uzundan beri dava Xitay'ın kontrollük astırı kep geldi. Ve bu neçe yılın yazı 2018'den 2019'dan keyin bu kontrollükten azırak kutulalıdık. Azırak Şarkı Türkistan müstakillik için hakiki dava epirişini erkeklerini kılışka başlayalıdık. Xitay'ın ensiraydığını ögün uruş çıkıp kalsa şu Amerika yoki Garip devletleri yani şu Türkiye Şarkı Türkistan bilen tarihi, medeni jihatin, til jihatin, irqiy jihatin istaşlık boğallık için şu Garip devletleri birleşip şu Türkiye'ye yani şu iyalı kılıp sen malını kozga biz ma işini kılımız dep kılışını aldığını eleş için oynayatqa oyunu. Eğer o iş başlap olsa yani şu Türklünün aslında işini 90 yıllarının 97'den tatip 98'gacha veyran qıyğandık, veyran kılış oyunu var. Planı var. Şunun için şapıllam bir müstakilçi bulap özgürüp kılıp anandan keyin bir yıl men müstakilçi dep yani 5 yıl jimlam yetip ketken adamın yani qayta çıkışı muş uyallarının bir kısmı. Eğer derecede suikastlarga uçraymiz bu müstakillik hareketi. Ama men işinemen ki halkımız bunun ümitsizlensi bolmaydı. Çünkü hazır bu boğa iş bizge hem garipkimi hem bizgimi bir özümüzninki kimnin kim ekenligini yani qayta bilishning bir fursati bo'ldi. Yani garip bundan keyin Türkiye bilen Şarkı Türkistan meselesinde hamkorlik qilmaydi. Bu suikastdan keyin o hamkorlik qilmaydi. Hamda bevosita Şarkı Türkistanlıklar bilen ep beradi bu işni. Shunda hamkorlik Şarkı Türkistan münasebetlik bir ishli bo'lsa bevosita ep beradi.
burunqidek Türklarni aralashtirib olmaydi. Bu biz uchun bir foydali yeri. Ikkinchidan, yana kimning kim ekanligini bilib oldik. Ya'ni kimninki haqiqiy mustaqillikchi, kimninki g'alchi, munofiq ekanligini o'zlari o'zining tili bilan, o'zining yozmalari bilan oshkorladi. Ig'ir kunlar bor. Buningdan qassoq bo'lmaydi. Ammo buningdan keyinmi biz cho'qim qutulamiz, aziz qarindoshlar. Chunki hozir butun dunyo bizni setib bo'ldi. O'zimizningki musulmon degan qarindoshlarimiz satdi, turk degan qarindoshlarimiz satdi, tuqqan deganlarimiz satdi, birodarimiz, jinimiz deganlarimiz bizni satdi. Ve Allah bununla artık bizimki kırılıp gitişimizge, bu zulümününki, bu ırkı kırgınçılıkını bizim yokulub gitişimizge köz yummaydıyız qarindoshlar. Allah bizge hem de özününki ilahi gücü bilen bizge yardımlarını yaratadi inşallah. Şunun için biz yakın kelgiside qutulganligimizga ishonishimiz kerak ve shuningga tayyorlik qilishimiz kerak. Yakında hem de bu qutulishda biz qutulman deb ham qutulolmaymiz. Aziz qarindoshlar, buningga bedel berishimiz kerak. Ya'ni har turli jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ruhiy jihatdan va hatto jinimizni, qinimizni beralaydigan, qinimizni tukalaydigan jinimizni mush vatanimizningki, davlatimizning mustaqilligi uchun kurash qila oladigan yerga, ya'ni qurbon qila oladigan shaklga o'zimizni tayyorlik qilishimiz kerak. Şununla tayyorlik qilishimiz kerak. Yaqinda biz cho'qim qutulamiz. Buningga %100 ishoninglar qarindoshlar. Ammo bu demak, ya'ni aldinib ketmanglar demak emas. Ya'ni aldinib ketinglar demak emas. Hushyor bo'lishimiz kerak. Kimning kim ekanligini oldi bilan so'rashlik qilishimiz kerak. Bu nima uchun bunda bir chiqib kelgan, "Voy, men mustaqilchi desinlar, ish harakati qarmay turiblar. "Ha, bu mustaqillik dedi, mustaqilchi ekan" deb aldinib ketsak bo'lmaydi. Urumchi va Qashqarni Türk shaharlari dedi. Urumchi va Qashqarni Xitoyning madaniyatiga to'p qo'shgan Türk islomiy shaharlar dedi. Anim nima qilish kerak? Aziz qarindoshlar. Bilishimiz kerak, sagak bo'lishimiz kerak, ehtiyotchan bo'lishimiz kerak. Va qo'limizdan keladigan barliq Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltiradigan tashviqot harakatlarni olib berishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Eng oxirgi deydiganim shu diqqat qilishimiz kerak. U yollarga aldinib ketmasligimiz kerak. Bundan keyin Turklarningki mayli tashkilotlari bo'lsin, mayli hükümetleri bo'lsin, nimalar bo'lsin, quruq va'dalarga aldanmasligimiz kerak, aziz qarindoshlar. Turkiya hozir o kadar bo'g'liq Xitoyga, o kadar qarzi bor. 50 milliard ne deb bizni setib etdi. Biz hozir Turkiyaga bera oladigan bir narsamiz yo'q. Shuning uchun bizni setib berdi. Shuning uchun u Turkiya o'zgarib qolarmikin, nima qilib qolarmikin deb ham xiyolni qilmasligimiz kerak. Turkiya o'zgarmaydi. Bu bizga bo'lgan siyosat o'zgarmaydi. Hatto biz Sharq Turkiston davlatining mustaqilligimizni e'lon qilib qiygan vaqtimi Turkiya xuddi 33-yildek sukut turib oladi. Xuddi 44-yildek sukut turib oladi. Xuddi boshda O'rta Osiyo davlatlari mustaqillikni jakarlab ta Amerika va boshqa davlatlar e'tirof qilmagandek sukut turib oladi. Bu bir haqiqat. Şunun için aldanmaylı, oylanaylı, kimnin kim ekanligini bilayli, amaliy harakatlarga nim qilayli, quruq gaplarga, quruq anda qilish kerak, manda qilish kerakligini nim qilmay, amaliy qila oladiganimizni qilishimiz kerak. Zaten biz shu qila oladiganimizni qilsak, eng aqalli majburiyatimizni ado qilsak, qolganini Allah, g'alaba Allohdan keladi. Uning ishonishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Deydiganim shunchalik. Rahmat, Salihulloh efendim. Nurg'un siyosiy bilimlarni o'rgatdingiz bugun. Turkiya Xitoy munosabatini qarash uchun chuqur osh jarayonni bilish kerak, bunga fikr yurgizish kerak. Bizning bu programmamiz chinlikni asos qiladi va fikr yurgizishni tashabbus qiladi. Har qanday bir ishga logikalik fikr yurgizishni, boshqalarning o'rganishini va shunday fikr yurgizishini talab qilamiz. Salih Xudoyerning bugungi programmamizni boshidan oxirigacha agar tafsiliy anglasangiz, buning ichida nurg'un bilim bor. Bir narsani biz qarg'alash talashib, voy Turk degan bizning qarindishimiz, bizga oq qilmaydi, ko'p qilmaydi, bu hissiy gap bo'ladi. Dalil isbotli gap Salih Xudoyer degandek gap bo'ladi.
Şuna biz özümüzning vatanimizning manfaati, millatimizning manfaati, zaminimizning manfaati bo'lgani uchun bunda ishlarga nisbatan siyosiy sezgirligimiz aniq bo'lishi kerak. Dal joyida vaqtida bo'lishi kerak. Bu qitim Sharqiy Turkiston surgun hukumati vaqtida inkos qaytardik. Salih Xudoyarning boshchiligida biz Turkiyaningki Washingtondagi konsulxonasining oldiga berib namoyish qildik va uning elchixonasining oldiga berib. Onundan başqa nurg'un faoliyatlarni olib bordik. To'xtamay izchil holda biz o'zimizning fikrni X'da, Facebookda va boshqa kanallarda yoritib turdik, o'tirib tashlab turdik. Kim deganda bu bizningki millatimizning, bizningki Sharq Turkiston xalqiningki manfaati uchun ilingan bir qadam. Bizning irodamiz. Xuddi Salih Xudoyar degandek bu irodamizni haq ko'rish kerak. Biz agar buningga hammamiz jim bo'lgan bo'lsak, hatto deyli bizning hukumatimiz jim bo'lgan bo'lsak, bu chaqda haq shundiki bu haqqa mustaqillik lozim emas ekan. Bular qulluq kunapti deb o'ylaydi. Biz Sharqiy Turkiston surgun hukumati Sharqiy Turkistonning asos qonuni bo'yicha ish tutamiz. Asos qonunda biz zamin butunligini qo'g'daymiz. Sharqiy Turkiston xalqining siyosiy manfaati uchun kurash qilamiz. Shunga agar bu qitim biz chiqmagan bo'lsak, biz bu fikrimizni bildirmagan bo'lsak, xoinlikqa, shirklik qilgan bo'lib qolamiz. Ammo biz ko'rdikki, nurg'un tashkilotlar, boshqa mustaqilchilar jim bo'lib oldi. Buni qanday tushuntirganini biz bilmaymiz. Mustaqillik eg'izda emas, harakatda. Shunga hammalarning buni diqqat qilishini so'raymiz. Undan keyin bu siyosiy masalalarga nisbatan bu xalq orasida, bularning yoshlar orasida nihoyat sezgirlik bor. Bizga qahramon yetib berilgan bir ishlar bor, bizning RFNingki va boshqalarningki. Bu qitim RFNing yaratayotgan qahramonlarga bizning Twitterda nihoyat tez suratda inkoslar chiqyotdi. Qahramonlar unda yaratilmaydi asli. Qahramonlar amaliy ish harakatlar yaratildi. Shunga hammalarning sayg'ib bo'lishini umid qilamiz. Vaqt munosabati bilan programmamiz mushattugida Salih Xudoyar apandi vaqtingiz ko'p rahmat. Kelar qitimliq programmamiz e'londa bo'ladi. Hammalarning mushaqti xayrli bo'lsin. Xayr, Alloh